Bir yigit tug'ilgan kunini o'tkazish uchun uyiga do'stlarini chaqiribdi. So'rin toza qiziyotgan paytda yigitning dadasi kelib o'g'liga: "O'g'lim, baya sening tug'ilgan kuningga oldirab menib, baraylarni so'qib qo'ydim. Naq maydonda o'lib qoldi. Hech kim ko'rmagan paytdan foydalanib, u jasadni mashinaning orqasiga silib, elib keldim. U o'likni yiroqlarga opirib, ko'mib etinglar", debdi. Bu yigitning do'stlari dadasining gapini anglab, bir-birlab har xil sabablar bilan ketib qopti. Faqatla qiz do'sti va bola vaqtidan birga o'ynab cho'ng bo'lgan og'inisi uning yanida qopti. Ular chiqib, mashinaning orqasini ochsa, nurg'un sovg'atlar turgan. Ustida yana bir bag'oqchimi bor. Bag'oqchida bunu xatlar turg'udek: "O'g'lim, tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin. Yaxshi do'st yomon kuningda yoningda bo'laman", deb va'da bermaydi. Ammo yoningda bo'ladi. Yoningdagi do'stingni obdan bilib ol. Ketganlarga nafratlanib yurma. Chunki senmi hamma do'stlaringga yor yo'lak bo'la olmaysan. So'rinda tutgan do'stlaring so'rin tugaganda do'stliqing oxirlashadi. Do'stni tanlab tut, beshing qatmaydi. Do'stni tanlab tut, yeshing oqmaydi. O'z do'stiga sodiq, do'stlikning qadrini haqiqiy tushunadigan, do'stlarga xiyonat qilmaydigan, do'stlarini aldamaydigan haqiqiy do'stlarim aman bo'lsin. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi saykat degan xatni besib qo'ying.